Tun. Bu tabiat tomonidan bizga tuhfa etilgan ajoyib bir fursat. Men uchun tun erkinlik demak. Odamlar uyga kirib, shahar jim bo'lsa, ko'chada yolg'iz yurish yoqardi. Ayniqsa sport zalidan keyin sekin yurib, salqin havoda nafas olish, qo'shiq tinglash odatim edi. Lekin buni endi hech qachon qila olmayman, chunki tun men uchun qo'rquv timsoliga aylanib bormoqda. Hammasi o'sha qotillikdan boshlandi. Assalomu alaykum. Kunning eng dolzarb xabarlari bilan efirda Zamon informatsion tahliliy dasturi. Kuni kecha shaharning chekkasida noma'lum qotillik sodir bo'ldi. Qurbon yosh ayol. Hodisa joyida devoriy qizil bo'yoqda g'alati belgi chizib ketilgan. Politsiya tergov olib bormoqda. Belgi qizil. Qayerda? Buni qayerda ko'rgan ekanman ajabo? Eslay olmadim. Lekin tanigandek bo'ldim. O'sha kundan keyin ko'chaga chiqishim oson bo'lmadi, lekin baribir o'zimni ovutdim. Bu oddiy qotillik, belki shunchaki politsiyani chalg'itish uchun chizilgan narsa bo'lsa kerak. Ammo oradan bir necha kun o'tgach, yana hujum sodir bo'ldi. Bu safar qurbon tirik qoldi. Yosh yigit ishdan qaytayotgan ekan. Uni ham o'sha qotil pichoqlamoqchi bo'lgan, lekin mashina farasi unga xalaqit bergan. Yigit hushiga kelgach guvohlik berdi. Uning ko'zlari qorong'uda yonib turardi. Men devorda belgini ko'rdim. Go'yo devor nafas olayotgandek edi. Bu so'zlarni eshitib qaltirab ketdim. Chunki men ham o'sha belgini bir necha marta ko'rganman. Uyimning yaqinidagi eski devorda. Go'yo kimdir uni qayta chizayotgandek. Bir kecha sport zalidan qaytayotgandim. Ko'cha bo'm-bo'sh. Oyoqlarim ostidagi qadamga yana bir ovoz qo'shildi. Avvaliga o'zimni aldagandek bo'ldim, lekin yuragimni bosib turgan sovuq tuyg'u haqiqat edi. Kimdir ortimdan kuzatayotgandek edi. Bir zumda shamol kuchaydi, daraxtning shoxlari g'ichirlab ketdi. So'ng soyadan u chiqdi. Qora kiyim, yuzida niqob, ko'zlari esa qorong'uda xira yaltiraydi. Nihoyat uchrashdik, dedi u, ovozini pastga tortib. Xuddi quloqlari ichida shivirlagandek. Men qotib qoldim. Og'zim quridi. Nihoyat titrabgina, mendan nima xohlaysan? Nega odamlarni o'ldiryapsan? U kuldi. O'ldirish? Yo'q, men odamlarni o'ldirmayman. Men ularni belgi orqali abadiylikka yo'llayman. Bu tanalar chiriydi, lekin men belgim tushirilgan tana esa tirik saqlanadi. Men orqaga chekinmoqchi bo'ldim, lekin uni qo'lini ko'tarib, to'g'ri tig'ini chiqarib oynadek tovush bilan yaltiratdi. Men seni uzoqdan kuzatdim, dedi u sovuq ohangda. Bir hafta davomida sening qadamlaringni eshitdim. Zalga kirganingni ko'rdim, oynaga qaraganingni kuzatdim. Sen uyga ketganingda ham men devorlar ortida edim. Sen oynadan tashqariga qaraganingda men seni ichkarini tomosha qilardim. Sen yolg'izsan, hech kim seni eshitmaydi. Tomirlarim muzlab ketdi. Ichimda nimadir singanini his qildim. Mendan nima istaysan? Dedim, ovozim titrab. U qadam tashladi. Pichoqning ichida oynadek sovuq nurlar chayqaldi. Men sening qo'rquvingni istayman. Sen ham meni belgimni olib yurishingni xohlayman. Qochib qutula olmaysan, chunki men seni allaqachon tanlab qo'yganman. Sening noming belgimga yozilgan. Men sening qurboning bo'lmayman, dedim. U yana kuldi. Bu safar kulgisi past shamol bilan aralashib, xuddi butun ko'chani qamrab olgandek tuyuldi. Sen allaqachon mening qurbonimsan. Bu faqat vaqt masalasi. Birinchi qon tomchilari allaqachon seniki bo'ldi. Shu zahoti u ustimga tashlandi. Men qo'llarim bilan zarbalarni qaytardim. Lekin u g'ayriy kuchga ega edi. Pichoqni yelkamni tilib o'tdi. Qonim issiq daryo bo'lib oqdi. Mana belgi seni ham belgilayapti, dedi u jarohatni tikilib. Endi sen undan qutula olmaysan. U seni ham o'ziga tortadi. Men oxirgi kuchimni yig'ib uni itarib yubordim va yugurib qochdim. Ortimdan esa uning ovozi
Shamolda uzoqdan qulog'imga chalindi. Qoch, qanchagacha qocharkansan? Men seni albatta topaman. Men seni topaman. Oxirgi ovoz aks sado bilan keldi. Men politsiya bo'limiga kirib kelganimda ichkarida havo metall va qog'oz hidiga to'la edi. Qo'limni qattiq bosib ushlab turardim. Barmoqlarim orasida qon tomchilab polga tushardi. Stol ortida o'tirgan navbatchi politsiya menga qarab ko'zlari kattalashib ketdi. "Sizga nima bo'ldi?" dedi u darrov o'rnidan turib. "Menga hujum qilishdi", dedim, hansirab. Ovozim bo'g'iq chiqardi. Politsiyachi meni stulga o'tqizdi. Yonidan dastro'mol chiqarib jarohatimni bosdi. So'ng daftarchasini oldi. "Hamma narsani boshidan aytib bering. Qayerda, qachon, kim, nima hodisa ro'y berdi?" Men nafasimni rostlashga harakat qildim. So'zlarim titrab chiqardi. "U odam, u qotil. Men uni yangiliklardan ko'rgandim. Shu belgiga qoldirayotgan qotil. Men uni ko'rdim. U meni bir haftadan beri kuzatib kelganini aytdi. Yoniga qaragan paytim u tashqaridan qarab turgan emish." Politsiyachi qoshlarini chimdirdi. "Ismi, chehrasi, nima bor edi?" "Uning yuzi yo'q edi", dedim, ovozim pasayib. Faqat ko'zlari qorong'uda yonardi. U belgi haqida gapirdi. O'ldirganlarning belgisi. Meni ham tanlab qo'yganini aytdi. Politsiyachi kulgandek boshini sarak-sarak qildi, lekin keyin jiddiy tortdi. "Xo'sh, sizga hujum qilganda nima ishlatdi? Pichoqmi, xanjarmi?" "Ha, pichoq. Lekin u oddiy odam emas. Men zarba berdim, yiqitdim, lekin u yana turdi. Xuddi hech og'riq sezmagandek. Men zo'rg'a qochib qutuldim." Politsiyachi stolga tirsaklarini qo'yib menga tikildi. "Qarang, men hamma narsani yozib olaman, lekin bizga dalil kerak. O'sha pichoqni olib qoldingizmi? Ko'chada guvohlar bormi?" Men boshimni sarak-sarak qildim. "Yo'q, hech kim yo'q edi. Faqat u va men. Va uning soyasi." "Xo'p, hozir vrach chaqiramiz. Jarohatingizni davolashadi. Keyin rasmiylashtirishni davom ettiramiz. Biz sizni himoya ostiga olishimiz mumkin, lekin shuni biling. Sud uchun soyasi bor odam va yonib turgan ko'zlar dalil bo'la olmaydi. Biz faktlarga tayanamiz." Men ko'zlarimni yuvdim. Vrach kelganidan so'ng bunday turdagi jarohat tikish kerak bo'lishini aytib, meni shifoxonaga olib ketishdi. Bir haftadan so'ng politsiya qotilni qo'lga oldi. Yangiliklardan ko'rsatishdi. Uni maxsus reydda ushlashgan. Yengil tortdim. "Endi hammasi tugadi", dedim. Lekin keyin eshitdimki, u ruhiy kasal ekan. Sud uni jazolash o'rniga yana shifoxonaga qaytardi. Bu safar maxsus qo'riqlovchilar ajratilgan edi. Men o'zimni ovutdim. Xavf tugadi. Oradan bir necha kun o'tdi. Televizor ko'rib turgan vaqtim yangiliklar rukniga navbat keldi. Kechasi yana bir qotillik sodir bo'ldi. Devorda odatdagi belgi qoldirilgan. Televizorga qarab qotib qoldim. Qanday qilib? Axir u qo'riqlovchilar qo'lida emasmi? Ruhiy shifoxonada qamalgan emasmi? Yuragim muzlab ketdi. Shu payt derazadan tashqariga qaradim. Qarshimdagi devor o'sha belgi chizilgan edi. Qizil rangda. Hali ham xul. Men titrab ketdim. Bu shunchaki odamning ishi emas, belgining o'zi yashardi. Shifoxonadan chiqqanimdan keyin ham o'zimni xotirjam his qilmadim. Qonim oqib ketgan, jarohat tikilgan bo'lsa-da, ichimda boshqa yaralar ochiq edi. Men tinmay o'sha belgini eslardim. Uchburchak ichidagi qora nuqta. Bu shunchaki shakl emas edi. Har safar ko'zlarimni yumsam, xuddi kengayib, ichga tortib ketayotgandek tuyulardi. Bir kecha uyg'onib ketdim. Derazadan tashqariga qarasam, yomg'ir yog'ardi. Lekin devorda o'sha belgi yana paydo bo'lgan. Men hayqirib yubordim. Yugurib deraza yoniga bordim, ammo qarasam hech narsa yo'q. Faqat suv oqib tushayotgan izlar. Men o'zimni aldayotganini sezdim. Oradan 2 kun o'tgach politsiya meni chaqirdi. Ular guvoh sifatida so'roq qildi. Qotil qo'lga olingan bo'lsa-da, yana jinoyat sodir bo'lgani ularga tinchlik bermayotgandi. "Siz uni yaqinroq ko'rgansiz, to'g'rimi?" dedi tergovchi. Men boshimni qimirlatdim. O'zimga qaragandi o'sha nigoh. Uni hech qachon unuta olmayman. "Belgini yana ko'rdingizmi?" Men ikkilanib qoldim. Ha desam, ular meni ruhiy kasal deb hisoblashlari mumkin. Shuning uchun bosh chayqadim. "Yo'q, faqat bir marta." Lekin yuragim boshqa narsani aytardi. Men yolg'on gapirayotganim. O'sha kecha tush ko'rdim. Men qorong'u yo'lakda yurardim. Devorlarda belgilar tirik jonivorday harakatlanardi.
Uchburchaklar kattalashib, nuqtalar meni tomon sudralardi. To'satdan devor yorildi va ichidan qora kiyimli odam chiqdi. U meni chaqirdi. Sen ham mening belgimni olasan. Sen ham abadiylikka o'tasan. Men uyg'onib ketdim. Butunlay terga botib turgandim. Qo'llarim qaltirardi. Derazaga qaradim va yana o'sha belgi. Bu safar qora rangda, yomg'irda ham o'chmay turardi. Men politsiyaga ishonmay qo'ydim. Ular uni qo'lga olishgan bo'lsa ham, belgi yashab yurardi. Balki qotil yolg'iz emasdir. Balki belgining o'zi uni boshqarayotgandir. Bir kun zalga bordim. Sport bilan shug'ullanib fikrimni charitmoqchi bo'ldim. Lekin oynaga qaraganimda ortimdan soyani ko'rdim. Qora kiyingan odam, yuzida niqob. Orqamga qarasam hech kim yo'q. Lekin oynada u hali ham turardi. Men baqirib yubordim. Yonimdagilar hayron bo'lishdi. Lekin men izoh bera olmadim. Kun sayin aqldan ozayotgandek bo'ldim. Uyqudan uyg'onsam belgi yonimda. Ovqat yesam tarelkada sous bilan o'sha uchburchak chizilgandek ko'rinadi. Hatto odamlar bilan gaplashsam ham ko'zlarida qora nuqta ko'rinadi. Oxiri chiday olmadim. Politsiyaga bordim. U ozodlikda, yana qotillik qiladi dedim tergovchiga. Tergovchi yuzimga tikildi. U hozir qo'riqchilar qo'lida, ruhiy shifoxonada. Bu bo'lishi mumkin emas. Men o'zim uni ko'rdim dedim hayqirib. Ular menga ishonmadi. Faqat hushyorlik bilan qarashdi. Menga yaqinlashib past ovozda ehtiyot bo'ling, balki u sizni ham kuzatayotgandir. Shu gap meni larzaga soldi. O'shagacha yana u bilan uchrashdim. Ko'chada jimjitlik hukm surardi. Orqamdan qadamlar eshitildi. Odamlar meni ta'qib qilar, men esa sekinlashishga jur'at eta olmasdim. Nihoyat qorong'ulik ichidan u chiqib keldi. Qora kiyim, niqob va o'sha sovuq nigoh. Sen meni politsiyaga sotding, dedi u past ovozda. Yo'q, men faqat haqiqatni aytdim. Haqiqat shundaki, sen ham men bilan birga belgining asiriga aylanyapsan. U tig'ni yana chiqardi. Men ham qarshilik qildim. Mushlarimni ishlatdim, oyoq zarbalarimni berdim. U meni devorga urdi, nafasim qisildi. Tig'i qornimni qirib o'tdi. Og'riqdan ko'zim xiralashdi, lekin oxirgi kuchimni to'plab sport zalda o'rgangan zarbalarimni berdim. Chayqaldi. Tig'i qo'ldan tushdi. Men esa qonga belangan holda yugurib qochdim. Shifoxonaga yetib bordim. Og'ir yarador edim. Shifokorlar meni operatsiya qilishdi. Men o'lim va hayot o'rtasida qolib ketdim. O'sha paytda xayolimda faqat belgi bor edi. Uchburchak ichida qora nuqta. Nuqta kattalashib butun ongimni egallayotgandi. Men hushimni yo'qotdim.